Assalomu alaykum yana bir bor yurtdoshlar. Bugun 30-oktyabr kechqurun bo'lsa ham akamizga bir pritseplar topshiryapmiz. Mana tayyor bo'ldi. Bundan bir haftalar oldin zakaz qilgan edilar. Mana tayyor bo'ldi, olib ketyaptilar. Aka, pritsepimiz qanday? Ma'qulmi? Zo'r. Narx-navosi ham hamma joydami? İşimiz zo'rmi? Sog' bo'ling, yaxshi kunlar xizmat qilsin. Bu pritsepimizga kelsak, bu 2 moslik pritsep bo'ldi. 1.60 ga 320 razmerda bo'ldi. 2 moslik, 15 lik balon. Bakovat resorlar qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Moshni qilib yasab akaga topshiryapmiz mana. Parkoplari, zanjirlar, 1.6 lik zamok. Har doim shundan qo'yamiz biz. Vilkasi, kuzov nomerlari hammasi joyida. Kimga shunday pritseplar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanidamiz. Mana poli listdan bo'lgan buni. Atsinkovoy list bordlari ishlatgani balandligi общий polda o'lchaganda 1.50 bo'lgan buniki. Kimga shunday pritseplar kerak bo'lsa, bog'lanaverasizlar.